Yo, sizlar meni shunaqa qonimni ichib yubordinglar, shunaqa jonimga tegib ketdi shu savol. Shu uchun nima javob berish? Erim bor desam, kim u deysiz? Erim yo'q desam, ertaga turmushga chiqqanimdan keyin, tug'ganimdan keyin qachon sizlar anu tasavvur ham qila olmaysizlar-da. Charchab ketdim. Nima javob berishni ham bilmayman-da, to'g'risi shu savollarga. To'g'risi, iltimos mendan xafa bo'lmanglar, просто men o'sha to'g'risam juda charchadim bu savollardan. Har safar na kommentariy, Instagram bo'ladimi, Facebook bo'ladimi, ko'chada yursam, o'rtoqlarim bilan ko'rishsam, kim bilan ko'rmasam, qachon turmushga chiqasiz? To'yingiz qachon bo'ladi? Prямой efir вообще gapirmayman. Prямой efir faqat shu savollardan iborat. O'sha mana masalan savolga qanaqa javob berishni ham bilmaymiz-da. Chunki baribir haqiqatan bu avvalambor Allohdan-da hamma narsa qatdan bir banda qatdan savolga javob topa oladi. Bunaqa savolga javob. Masalan, bu hammasi taqdir-da. Buni faqat egam biladi. Demak, Alloh biladi faqat shu savolga javob. Men qatdan bilaman. Bitta banda bo'lsam-man. Hozir sizga javob bersam, naki bu o'xshamay qolmasa, hammasi Xudodan-ku. To'g'risi-da, xafa bo'lmaylar mendan. Prosta haqiqatda. Boshqa savollar yo'q. Bitta savol: qachon turmushga chiqasiz? Eringiz oti nima? Yigitingiz bormi? To'yingiz qachon? Tezroq turmushga chiqing. Har bitta inson vaqtli bo'lgisi keladi. Har bitta inson turmushga chiqis keladi. Qaysi bitta ayol kishini ko'rsatinglar menga, kim turmushga chiqis kelmaydi. To'g'risi-da. Bu odam xohlaydi. Oila qurish xohlaydi, farzand ko'rish xohlaydi. Lekin endi bu taqdir-ku. Unda iloyim tezroq, albatta, mana boshqa gap. Unda iloyim tezroq baxtingizni